Mindray va Intermed Innovation kompaniyalari Shoh International Hospitalida hammaga qulay va sifatli tibbiy xizmat mavzusida keng ko'lamli seminar o'tkazdilar. Mazkur seminar tibbiyot sohasidagi eng ilg'or texnologiyalar bilan tanishish va tajriba almashish uchun ajoyib platformaga aylandi. Seminarning asosiy mavzulari: Mindray mahsulotlari, aniq tashxis va davolash uchun innovatsion uskunalar, IXLA testlari va torch panel, homiladorlik davrida xavfli infeksiyalarni aniqlashning zamonaviy usullari, virusli gepatit paneli, gepatit B va C ni tez va aniq tashxislash, reproduktiv panel, kelajakdagi ota-onalar salomatligi uchun kompleks yechimlar, gematologik analizator BC720, qon tahlilini yuqori aniqlikda avtomatik bajarish. Biz bu Mindray BC720 ni 2 yil oldin internet fermasidan olganmiz va bu 2 yildan beri почти 3-4 marta o'chmagan bo'lsa, umuman o'chmaydi. Avtomat analizator har bitta analizatorning menga yoqqan tomoni, bitta qonni qo'yganimizda 70 sekund davomida bu sovisi bilan ko'rsatib beradi parametrlarni. Menga ishlash prinsipi juda yoqadi. Ham tez, ham qulay. Masalan, bir kunda biz masalan o'rtacha hisobda 50 tadan 600 tagacha yoki undan ham ko'proq, masalan 100 tagacha patsientni biz tekshiramiz. Shu vaqtgacha umuman hech qanaqa muammo bo'lmagan. Xudo xohlasa bundan keyin bo'lmaydi. Самое главныйsi uni kачествоsi boshqa analizatorlarga qaraganda barcha kачествоga. Atsetlari, edayotgan so'ylar yoki o'sha likoformalar hammasi joy-joyida. Uni biz o'sha har haftasiga yoki har kuni kontrol kачество qo'yamiz, kalibrировка qilamiz. Hammasi joyida. Yaxshi zo'r ishlayapti. Bu uchun alohida internetga rahmat. Сегодня в Shoh International Hospital семинар, презентация. Приехали представители Mindray Intermed. Интересная была тема, был брифинг, были вопросы со стороны наших врачей, очень грамотные ответы. Все было отлично, хорошо. Огромное спасибо вам, благодарю вас. Bizning ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'ling, meditsina uskunalari haqida ma'lumotga ega bo'ling va biz bilan muloqotda bo'ling.